Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Yaxshimisizlar? Bugun mana akalar ikki bosh xunajinimiz bor. Adresimiz Andijon viloyati Marhamat tumanidan video qilyapmiz. Kimgadir tushgan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor hozircha. Gazlar ochilsa vohalarga ham bo'ladi, xudo xolasa. Kanalimizga yangi kelgan akalar, opalar bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Oldindan hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hop, bu xunajinimiz akalar bo'ylari 1.20. Qisir, kimgadir yemlab olaman desa, qisir xunajin akalar. Mana tayyor bu qotalar bo'lib turibdi. Kim xohlasa mana novvosga qo'yib olib beraveramiz. Novvosga qo'yib 16.500.000 so'm kam bor. Buni bu yana videoni tezlashtirib o'tkazib yuboramiz akalar mana. 16.500.000. Yana telefon qilsalar to'liq ma'lumotini aytib o'tiraman. Bunimiz bo'ylari 1.15, 7 oylik bo'g'oz, bo'ylari 1.15 aytdim, 2 kurak. Hop, bunisini puli akalar 17,5 million, 17 emas, 17 million, 17,5 emas, 17 million qilaylik shuni. Ozgina xayriga o'tib dastavkasini qilib beramiz mana idishlar, oq yili. Yemoq, ichmog'i, sog'ligiga, bo'g'oziga garantiyasi bor. Bu bo'yni akalar pit tushgan, ishqalangan. Bunaqa kasal-kusali yo'q. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar, qaysi biri tushgan bo'lsa akalar. Mana 17 million bo'g'ozi, 16,5 million qisir akalar.